Assalomu alaykum. Karvil kompaniyasi hurmatli obunachilari. Videoning 3-qismiga ham yetib keldik. Bugungi videoda Gentra mashinamizni oldi suport va orqa supportlarini almashtirib va shu bilan birgalikda oldi orqa pachinilari va tormoz shlankalarni almashtirib ko'rsatamiz. Karvil kompaniyasining YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Kuzatishni davom etinglar. Ko'taring mashinani. Gentra mashinamizni birinchi navbatda balonlarni yechib olamiz. Uchinchi qismida suport bilan tormoz shlankani o'zgartirishni o'rgatamiz. Suport qismimizni 14 boltini bo'shatamiz. Tormoz shlankani suportga yopishgan joyi bor. O'sha qismini ham bo'shatamiz. Yechganingizda missimon shayba bo'ladi, ikkita. Tormoz shlankani jitkislari. Ko'rasizlar? Qorayib ketganda jitkisi. Yangi suportlarimiz. Bu suportimizda o'nchab oldi orqa farqi bor. Oldi qismi. Opqonlarni olamiz. Kalotkalarni qo'yib olganmiz. Suportlarni joylashtirib olamiz. Tormoz shlankamizni ko'ryapsizlar. Bu ko'rinishdan yengil deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin ancha vaqt o'tgandan keyin o'z xususiyatini yo'qotadi. Tormoz shlankani tepa qismida 10 trubka joylashgan bo'ladi. 10 trubkani akkuratli yechib olasizlar. Yechib olganingizdan keyin tormoz shlankasi ko'p joyda payt qotib qoladi. Shuning uchun 19 pulishda o'ynatib olasizlar uni. O'ynatib olganingizdan keyin tormoz shlankani ko'rasizlar. Buklagandan keyin treshina paydo bo'lgan bo'ladi. Biz har doimgidek o'zimizdan materialli tormoz shlankalardan foydalanamiz. Shuni ko'rasizlarmi? Hech qiynalmasdan mana. Ana endi trubkali boltimizni bronzoviy shaybasi bo'ladi. Missimon. Supportni orqa qismiga, ulanadigan qismiga mana missimon shaybasi bo'ladi, ko'rasizlar? Bu yoq qismiga ham joylashtirdik va stanovka qilishni boshladi mana. Uchinchi qismiga ham yetib keldik. Support qismi va tormoz shlankani holatini ko'rdinglar va zavod holatda, standart holatiga keltirdik. Realli mahsulotlarni stanovka qilib. Gentra proyektimizni ham bitkazdik. Akalarimizga 2 yil garantiyali mahsulotlarni stanovka qilib berdik. Ana endi bemalol cho'chimasdan yurishsa bo'ladi. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Bundan ham qiziq videolarni qo'yishni davom etamiz.